vesda qotib qolardim-da. O'tolmas edim bu yog'iga. Qotib qolgandim anchadan beri. 2 yillardan beri 71dan yog'iga o'tolmayman. Men hozir 61 kiloman. To'g'ri ovqatlanishni o'rgandim, eng muhimi. Ongli detoksga kirganimdan beri men umuman foydasiz yog'lardan voz kechdim-da. Faqat o'sha gixiy yog'lar, foydali yog'larga o'tganman. Saryog' yemas edim. Men uni foydasiz deb o'ylardim, semirtiradi deb o'ylaganman. Noto'g'ri fikrda, mana miyamiz o'sha boyagi yog' bilan ishlashini angladim-da. Yoki bir joyimda kamchiligim bo'lmagan bu kursga kelishim uchun shart emas-ku bunga qat'idadir bir kamchiligi bo'lish uchun bunda o'qish kerak degan narsa bo'lmagan menda o'zim. Shunchaki o'zim ustimda ishlash uchun keldim mana shu kursga va bundan minnatdorman. O'zimdan ham minnatdorman, sizlardan ham. Assalomu alaykum. Men Gulruxsor, 41 yoshdaman. Oilaliman. 4 farzandning onasiman. Hozir tug'ruq ta'tilida uydaman. Ongli detoksga kelishimdan maqsad faqat vес tashlash uchun yokida qanaqadir bir psixik narsalar bo'lishi необязательно deb o'ylayman, chunki menda bunaqa narsalar bo'lmagan. To'g'ri, ozgina kilogramm tashlashim kerak edi, lekin men o'sha natijaga erishdim. Menda ko'proq vesda qotib qolardim-da. O'tolmas edim bu yog'iga. Qotib qolgandim anchadan beri. 2 yillardan beri 71dan yog'iga o'tolmayman. Men hozir 61 kiloman. Va bundan juda ham xursandman. O'zimdan minnatdorman. Yaxshi ham shu kursni sotib olganim. Yaxshi ham sizlar borsizlar. Bu kursga kelishdan asosiy maqsad o'zim ustimda ishlash bo'lgan. Biroz stresslar bo'lgan. Avtohalokatdan keyin o'zimga kelishim biroz qiyin bo'lgan. Bunda juda ham mazza qilib o'qidim. Zaadno angliskiy kursda ham o'qiyotgandim. Men u kursni shunday tashab qo'yib, hatto puliga ham achinmadim-da. Men ongli detoks tanlab ketdim. Har kuni mazza qilib eshitardim. Har kungi dars shunaqa intiqib kutardim-da. Tugagandan afsusdaman. Xudo xolisa yana keyingi kurslarni davom ettiraman inshaalloh. Yana yangi proyektlar bo'lsa, xudo xolisa, ularni ham olish niyatim bor. Baribir ayol kishi o'zini ustida ishlash kerak ekan. Bu faqat o'zi uchun emas, oila uchun, farzandlar uchun. Ongli detoksda o'qib ko'proq sakinatda yashashni o'rgandim men. Bolalarimga mehribon ona, biroz toksik ona bo'lib qolgandim. Ozgina o'zimga keldim. Til bilan ta'riflash ojiz, bu kurs juda ham mukammal yaralgan. Hech qanaqa kamchiliklarsiz, hattoki meni oliy toifali vrach qildi desa ham bo'ladi bu kurs. Chunki vrachlarni, preventiv vrachlarni darslari mukammalda. Shunaqa ularni dars berilayotgan jarayonda sezilardi-da, ularni mas'uliyati shunaqa sezilib turardi. Minnatdorchiligimni bildirmoqchiman shu vrachlar hammasiga, особенно Amira Rashidova, Parizoda, Aziza, dietologimiz Gulchehra Hasanova, ularga alohida minnatdorchiligimni bildirishni istagan bo'lardim. Chunki ularning darslarini juda ham qayta eshitdim-da men. Aytadiganlarim ko'p. Hozir biroz hayajondaman. Baribir ham xursand bo'ldim. Mana shu joyga kelishimni o'zi baxt men uchun, to'g'risi. Bu ham natija aslida. Men bitta narsani angladim. Sizga beradigan baho bu ketadigan narsa. Siz bilan faqat natija qoladi degan. O'sha narsa meni juda ham miyamda qolib ketdi-da, har doim quloqim tagida jaranglab turadi-da. Menga kimdir zo'r baho berishi необязательно, men bilan faqat natija qolar ekan. Men ko'proq shu narsani tushunib yetdim-da o'zimda. Insightlar menda ko'proq o'sha mental detoksda bo'ldi. Ko'proq psixologlar darslarini ko'proq eshitishga harakat qildim. Kimdir maqtovga qarab qolmaysiz-da. O'zingiz harakat qilasiz. Men o'zi juda ham hayotda punktualniy insonman. Bir narsani oldim, shuni oxirigacha olib borishga harakat qilaman-da. Bunda ham harakat qilib nimadir olishga. To'g'ri ovqatlanishni o'rgandim, eng muhimi. Chunki bizning tanamiz bilan ongimiz bir-biriga qanchalik bog'liqligini anglab yetdim. Bu eng muhim narsa-da insonning sog'ligida, ruhiyatida, ayniqsa oilada, turmush o'rtog'i bilan munosabatda, boyagi toksik odatlarni tark etdim. Bolalarim bilan ko'proq vaqt ajratyapman, eshityapman ularni. 12 daqiqa gaplashing deganlar esimda qoldi. Har doim bolalarimni eshitaman, suhbatlashaman, kelajakdagi orzularni so'rayman. Ular ham hayron-da. To'xtab tur, vaqtim yo'q derdim har doim. Hozir unaqa emasman. Bolalarim ham sezyapti-da, hatto shu narsada. Menga bu yoqqa kelayotganimda hatto menga omad ham tilab yuborishdi. Xudo aytibamdi. Menda qanaqadir yaxshi taraflarga o'zgarganimni hatto bolalarim ham sezdi. Yaxshi odatlarim, to'g'ri ovqatlanishga o'tdim. Noto'g'ri foydasiz yog'lardan voz kechdim. Hatto ongli detoksga kirganimdan beri men umuman foydasiz yog'lardan voz kechdim-da. Faqat o'sha gixiy yog'lar, foydali yog'larga o'tganman. Saryog' yemas edim. Men uni
foydasiz deb o'ylardim, semirtiradi deb o'ylaganman. Noto'g'ri fikrda, mana miyamiz o'sha boyagi yog' bilan ishlashini angladimda. Muhimi men uchun shular edi. O'zimga kerakligini oldim har holda. Toksik onalikdan voz kechib, yaxshi, ya'ni mehribon ona bo'lishga intilgan insonlarga bitta sabab, bir oilani yaxshi ushlab turish uchun ham, masalan, yaxshi munosabatlar, sog'lik, bu eng muhimi, sog'ligimiz, ruhiyatimizda, tanamizda ishlar ekanmiz, baribir ham shart, bu kursda o'qish shart deb bilaman men. Chunki meni o'zimda nimadir bir sabab bo'lmagan har doim yoki bir joyimda kamchiligim bo'lmagan bu kursga kelishim uchun. Shart emas-ku bunga qat'idadir bir kamchiligi bo'lish uchun bunda o'qish kerak degan narsa bo'lmagan menda o'zim. Shunchaki o'zimning ustimda ishlash uchun keldim mana shu kursga va bundan minnatdorman. O'zimdan ham minnatdorman, sizlardan ham. Shu jamoaga juda ham minnatdorchilikni bildirmoqchiman. Yaxshi ham borsizlar, yaxshi ham shu kursni tashkillashtirgansizlar. Shunaqa ham xursandman. Mana shu yergacha ham kelganimda o'zi baxt men uchun. Sog' bo'linglar. Hammanglardan minnatdorman. O'pib qolaman.